Ba'zi erkaklar bu ruhiyatimdan charchaganman, munosabatim yaxshi emas. Bemorlarimiz ichida ikki tomonlama varikoz operatsiyasini amalga oshirganimizdan keyin mikroxirurgik marmar operatsiyasini qilganda, albatta bu qon tomir rekonstruktiv operatsiyasiga o'xshagan narsa va olatni kuchi yaxshilanganligi, olatni quvvati yaxshilanganligi, to'laqonli qon kelishi, ereksiya tilaki paydo bo'lganligi, ayniqsa jinsiy hayot tiklanganligi bizani xursand qiladi va to'g'ri 100% holda qo'shilaman, ikki tomonlama varikoz bo'lgan bemorda olatni kuchi pasayishi, ya'ni erektil disfunksiya kelib chiqishi haqiqatda bor narsa deb sizlarga ishonch bilan aytishim mumkin. Shuning uchun agar sizda ereksiya pasaydimi, siz testosteronni ko'tarishga harakat qilmang. Testosteronni pasaygan bo'lsa, boshqa sabablarni qidiring. Moyak kichkinlashmagan, moyakni atroflarida, olat atroflarida qon yosh buzilishi yo'qmi, qon quyuqligi yo'qmi? Bularni hammasini tekshirish kerak va buning uchun albatta specialistga, mutaxassisga borib gaplashib, shikoyatini aytib, keyin hal qilish kerak. Chunki ba'zi erkaklar bu ruhiyatimdan charchaganman, munosabatim yaxshi emas degan fikrlarni ham ushlab olib, jinsiy olatga yotgan qonni yaxshi kelmayotganligi, bo'shashib qolganligi yoki olatni porshinlari qo'yaverayotganligini, qonni inkor qilib yuraverishadi.